1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Bu sana tarixi 1925-yilga borib taqaladi. O'sha yilda turli davlatlar ishtirokida Jenevada ilk marta bolalar farovonligiga bag'ishlab xalqaro konferensiya o'tkaziladi. Konferensiyada ishtirokchi mamlakatlar bolalar kuni sifatida alohida sanani tanlashga kelishib oladi. Biroq qaysidir alohida sana taklif qilinmaydi. Hamma o'z madaniyatiga mos sanani tanlashi tavsiya qilinadi. 1949-yilda esa Sovet mamlakatlarida 1950-yildan boshlab 1-iyunni Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni sifatida nishonlash to'g'risida qaror qabul qilinadi va bu sana bayram qilina boshlanadi. Bundan tashqari Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan belgilangan 20-noyabr sanasi ham Xalqaro bolalar kuni hisoblanadi. Ayrim davlatlarda bolalar kuni emas, bolalar haftaligi tarzida ham nishonlanadi. Bolalar hayotimiz davomchilari, kelajagimiz egalaridir. Binobarin, ularni asrab-avaylash, har tomonlama barkamol qilib voyaga yetkazish har bir davlat, har bir oila, har bir ota-onaning muqaddas burchidir. Shu munosabat bilan Pastdarg'om tuman axborot kutubxona markazi jamoasi barcha bolajonlarni bayram bilan chin dildan qutlaydi.